Hey, nima deyapsan? Ha? Qanday xotin kishi erining turmushga kirishini umid qildi? Ha, Musjo, sen dominlashi. Siz meni yana urvatsizga opa. Acaba men nimga xato qildim? Deginim xatoma? Shundaymi Abida opa? Adil akam qimay o'ynashni yengam o'rgatib qo'ymasa, nima urib yurish istayman. Hey, sen zuvalınızga, to'p aralashma bizning ishimizga. Ha? Men ikki o'tini bir qo'zadi ya. Yanını yakığını kıldı da. Biçare balam. Vay biçare Adil balam. Kandak mı kılarsa? Bu bir şey mi kandak mı kılarsa? Ben mi kandak kılarım? Sen. Vay canım balam. Vay canım balam. Yenge, endi çok qaransiz men deganda qiling. Adilkamga kirkatdinglar. Siz ham Adilkamning sizni urgan ash isbotlarning hammasini rasmlarni, shippinglarni olib arz qilsangiz ajrisha olasiz. Bilimsiz bo'lib qolgansiz Mahliya. Bilimchi qaransiz bu yerda behcha o'lchiniqlarni tatdingiz. Lekin mabogu qarang, sizning eng oxirgi fursatingiz-chimi? Lekin men navoda biroqla ajrashib kelsam, nagim berib turaman. Mening qat'i yurt qaytib ketkim yo'q. Qaytib kelsam, shu yurtdagilar ajrashib ketibdi. Yo'ldosh qo'yibdi deb bir ming so'z jo'jaq qilaman. Anandan keyin o'gay opamni uzoq o'tmayla, yana texidimi cho'ng birsiga yotliq qilib qo'yish mumkin. Mubala qarlaylisi aman chapliqimiz yuqori sifatli har xil jo'ngyicha o'simliklarni biriktirib ishlab chiqargan yaxshi bir chaplaq bo'lib, ichinglardagi yo'llik, namliklarni haydab berdi. Ishlatib sinab beqishingizni umid qilaman. Bu ishdan ansirma. Ilah. Maqbulni ilang. Maqbul meningki Abida opamdan yushirin. Yig'ib qo'ygan pulim de. Buni endi atogin manziraning o'qishi lozim bo'lib qolsa deb yig'ib qo'ygandim. Mush pul bilan siz chiqib, ajrashib bo'lgandan keyin uydan birini ijara olib, andan keyin bir xizmat tepib, u xizmatdan maoshingizni chiqib qilib qo'yish chuqum yetidi. Bir o'rinlashtiringlarchimi? Mahliya, men bu pulni ololmayman. Rahmat. Voy, unda qilsangiz qanday bo'ldi? Iling deganki iling ha. Bo'lmas qanday qilsiz? Endi bo'lsam Adilkamdan qutulib, o'zingiz uchun o'zingiz bo'lib yashang. O'zingiz bo'lib yashang. Nimde esil gap bu. Payz gapga. Dinsi men necha vaqtdan beri yili erim, yili oila, yili yo'ldoshim, yili qiynabam deb boshqalar uchun yashab ketdim. Bundan keyin cho'qim o'zim uchun yashayman. Rahmat sizga Mahliya. Har az. Bek bo'lmasa, siz men bildan tiktonchi. Uni ustiga Abida opam sizga az zulmlarni qilmadi. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor.